Hoji aka, 6 pachka pulingizni ko'chada ko'tarib maqtanib yura olmaysiz-ku, to'g'rimi? Shuning o'rniga afsonadan bitta kvartira oling, kuchayib ketganingizni o'zlari bilib olishadi. Video obzori ko'rasizmi? Boshladik unda. Xonadonimizga kirganimizda katta, uzun koridor qismimiz mavjud. O'zining chiroyli mebeli hamda kattagina oynalari bor ekan. Kvartiramiz 8-qavatda joylashgan, 3 xonali, 85 metr kvadratni o'z ichiga olgan. Birinchi mehmonxonadan boshlaymizmi? Ketdik unda. Mehmonxonamizga kelgan mehmonni aniq ketgisi kelmaydi. Nimaga deysizmi? Remontini qarang, hoji akam. Remontlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zining smart televizori hamda shinam uголокlar qo'yilgan ekan. Va mehmonxonamizni ajoyib balkon qismi ham bor. Bir yotoqxonani ham ko'ringchi. Shunaqa chiroyli mebellar qo'yilgan ekan, remontga mos tushgan mebellar. Bu xonamiz esa bolalar yotoqxonasi. Remontiga boshqacha qarashgan ekan. Chiroyli, eng qimmat, eng sifatli aboylardan ishlatishgan ekan. Sanuzel qismimizni ham bir ko'ringchi. Black Edition stilda remont qilishgan ekan. Mana Kenayimlarga eng yoqadigan joyini ko'rsataymi? Tayyormisiz? Mana oshxonamiz. Shunaqa chiroyli mebellar qo'yilgan ekan. 7-inch brendidan gaz plita hamda sensorli vitichkalar qo'yilgan ekan. Shuni qo'lingizga surasiz, yonadi, qaytib orqaga qilsangiz o'chargan. Bu ham bir innovatsiyada, hoji aka, nima deysiz? Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $60,000 so'rashyapti egalari. Albatta bizning nomimizdan chiqsangiz kelishtirib berishadi, tushib berishadi. Egalar nomerini doimgidek pastda yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yasiz.